kursda qo'shimcha vitaminlar bo'lmaydimi, mani sharoitim yo'q, ololmayman degan ayollarimiz yozishyapti. Endi qaraylik, salomatligingiz chilparchin bo'layotgan paytda ota-onamiz bor-ku, alhamdulillah. Ota-onaga borib, manda uyingizdagi yoringiz, oilangiz yordam bera olmasa, ota-onangizga borib menga yordam berib turing. Men shuni ishlab pulini to'layman desangiz bo'ladi-ku, arzimagan vitamin, dorilar, yetishmovchiliklaringizni qoplash uchun masalanda. Endi menda shu yetmayotgan ekan deb bir umr aziyat chekib yurmaysiz-ku. Masalan, dardingizni e'tiborsiz shifosini o'rgatib olamiz, to'g'rimi? Bizda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Kim yordam beradi? Yaqin birodarlaringiz yordam beradi. Shuning uchun silai rahim degan narsa bor. Kimga yaxshilik qilsangiz, o'sha odamni yaxshilik so'ray olasiz. O'rtoqlar, harakatinglarni oshiringlar, salomatligingiz o'zingizga kerak. Yaxshi tavsiyalarni